Biz yoz vaqtida salqin izlab chiqib, anorning soyasida o'tirardik. O'sha anor bu yil ham meva qildi. O'sha sen bilan men taniydigan odamlar hali ham bizning uyimizga kelib, ketib turibdi. Sen bilan qarindosh bo'lgan odamlarning hammasi sen vafot qilganingdan keyin uy-uyga qaytib ketdi-yu, illo men o'zim g'arib bo'lib qoldim. Sening qoshu kamoningdan ko'ra go'zalroq qoshu kamonlarni ko'rdim. Sendan ko'ra chiroyliroq ayollar dunyoda borligi ham rost. Illo men tahajjudga turib ibodat qilganimda orqamda turib amin deyishlaringni sog'indim. Qur'on o'qiganimga orqamda yig'lab tinglashlaringni sog'indim. Senday ayolni endi topolmayman. Endi topolmayman deb qo'rqaman. Sen qachon gap boshlasang gapning avvalida ilohim, oxiratda ham ismingiz shunday bo'lsin derding. Said degani baxtli degani. Shu gaplaringni sog'indim. Ilohim oxiratda ham